O'sha Ramazonni narsalari chiqqan, qaranglar, Bobotdan kelib voqeroq olishinglarni tavsiya qilaman, chunki o'tgan yili ham biz даже Ramazonga 20 kuncha qolganida ham kelganimizda shunaqangi narsalarni topa olmaganmiz. Mana bu tomonda dasturxonlari, xullas hamma aksessuarlarni topsanglar bo'ladi bemalol. Buni qaranglar, Ramazonning narsalarning ko'pligini. Mana bu tomondan bemalol olsanglar bo'ladi. Tavsiya qilaman aytganimdek, hozir kelib olishinglarni, chunki uje qolmaydi. Mana buni qaranglar, asalligini tarelkalarni tagiga qo'yishga, bu tomonda ham juda ham ko'p. Bu tomonda dasturxonlari, bu yoqda yastovchalar. Bu yoqda dasturxonlari bor ekan. Bunaqa pechenkalarni biz yengilga va nimasinikini olib beruvdik, endi bolalarga qiziq bo'ladi deb. Lekin qaranglar, mana pechenkalarni pishiradigan nima edi, qolipchalari. Sizlarga tavsiya qilaman. Atigi 3 euro ekan. Bu yoqda juda zo'r naborlar kelibdi. Qaranglar, naborini qaranglar, chiroyliligini. 3 eurodan ekan. Kelib olib ketishinglarni tavsiya qilaman, chunki o'sha qolmaydi, bilasizlar. Mana qaranglar, idishlarning zo'rligini.